نظرین گلسون لطف و کرم برلا گذرین گلسون مجنون ساره هم نظرین گلسون لطف و کرم برلا گذرین گلسون غم دلار من خبرین گلسون علم جماعی آغار و چقور بر سکوت içinde. Türkistan diyarından yine bir tanış ahang sundu. Diplom injener Muhammad Olim Mar'ot. Muhammad Osif Mar'otning farzandi. She'r va musiqa nafasi bilan ulg'aygan qadimiy Maymana ko'chalarining farzandi edi. U 1338-yilda Maymana shahrining Ayub Xalfa guzarida dunyoga keldi. Bir tomondan tarixiy nasab Mang'it salolasining hojimlar avlodi, boshqa tomondan esa she'riyat va ma'naviyat merosi. Otasi ikki tilda ijod qilgan taniqli shoir. Uning qalbiga so'zning sehrini, ohangning sirrini singdirdi. Bolalik yillari tinch o'tmadi. Otasining xizmatlari sabab Qaysor va Darzob yo'llarida ko'chib yurdi. Ammo bu ko'chishlar ichida ham uning qalbida bir narsa o'zgarmadi. Musiqaga bo'lgan muhabbat. एक घुंगुल दर्द नियाज़े उल महे तन्नाज़मा उल महे तन्नाज़मा खास्ता जानning haloken ait sarve nazma खास्ता जानning haloken ait sarve nazma U ilm yo'lini tanladi. Shibirg'ondagi Ibn Yamin Javuzjoni lisasini tugatdi. So'ng Kobul Politexnik bilim yursida tahsil olib, 1365-yilda muhandis sifatida hayotga qadamlarini qo'ydi. Ammo uning qalbi doimo san'at bilan yashardi. U musiqa o'rganishni istadi, ustod topishni istadi, yuksak sahnalarga chiqishni orzu qildi. Lekin urush, notinchlik, imkoniyatlarning yo'qligi bu orzularni to'liq ro'yobga chiqarishga yo'l bermadi. Shunga qaramay, u taslim bo'lmadi. Maktab sahnalarida, talabalar konsertlarida, kichik yig'inlarda u o'z ovozini, o'z dardini ko'yladi. qomating gulshandagi sar ve sanobardan bilan qomating gulshandagi sar ve sanobardan bilan orzing guldan xatingray qoni aqzardan bilan 1363-yilda esa Afg'oniston radio va televizion qoshidagi Zafar orkestrasiga qo'shildi. Bu oddiy davr emas edi. San'at ahli birin-ketin sahnani tark etayotgan, ko'pchilik urushdan qochib ketgan yoki majburiy harbiy xizmatga tortilgan bir zamon edi. Orkestr deyarli parchalanish arafasida edi. Ammo Muhammad Olim Mar'ot ketmadi. U qoldi va bir necha fidoyi san'atkorlar bilan birga musiqaning so'nib borayotgan chirog'ini asrashga harakat qildi. U yillarda yaratilgan qo'shiqlar oddiy kuylar emas edi. Ular bir davrning iztirobi, bir yurakning so'zsiz faryodi edi. O'ldirasan Layli, ko'ydirasan Layli. Layli oshiq zoringman. Uning o'z qalbidan chiqqan bir nido bu qo'shiq yillar davomida ko'plab qo'shiqchilar tomonidan aytilib, xalq orasida yashab kelmoqda. U faqat san'atchi emas edi, u ijodkor edi. Ko'plab qo'shiqlarning she'r va ko'yini o'zi yaratdi. Men marhum injener Muhammad Olim Mar'otni ko'p kichkinalik paytdan, yoshligim paytdan tanir edim va u kishini qo'shiqlarini
ikki ko'zingdir, ikki jahon laylani har doim shunday zamzama qilib o'qiyardim o'z oldimda. Keyinchalik qismat taqdir shu bo'ldiki, bular bilan qarindoshligimiz bo'ldi, xeshovandliklarimiz bo'ldi va bular sabab bu aramizda shu samimiyat, muhabbat, o'sha nazokatlar ko'paldi. Man bir oy oldin injener Soy bilan aloqada bo'lgan edim. U kishi bir yaxshi bir zamzama qildilar, mani qo'shim keldi, aytdim, injener Soy shu qo'shiqni menga bering, man shuni o'qay desam, aytdilar, albatta beraman. Buni hozir kompyuter ustida o'zim ishlab o'tiribman. Albatta she'r ham oldimda. Hatman beraman Kabirjon deb va'da berdilar-yu, hozir o'sha va'dalari va o'sha qilgan zahmatlari o'zlari bilan ketdi. Xudovand oxiratlarini bersin degan shu niyatda duo etaman. Farsi va o'zbek tilida 2 devon yozdi, ammo bu asarlar hanuz nashr yuzini ko'rmadi. Uning hayoti 2 yo'l orasida o'tdi. Bir tomonda davlat xizmati, Mazor Sharif va Shibirg'onda faoliyat, Faryobda qishloqlarni rivojlantirish boshqarmasi rahbarligi. Boshqa tomonda esa jin ammo sodiq san'at muhabbati va nihoyat 1405-yilda 25-hamal kuni Mazor Sharif shahrida u foniy dunyo bilan vidolashdi. Tarix va farhang tilim deb qancha hasratlar chekib, millatining dardidan ko'nglida armon ketdi deb. Yangi ko'klam faslida absurda bo'ldi xotira, qayg'u hasrat bilan ko'ngli parishon ketdi deb. Ilm va irfon bog'ida mastona bir bulbul edi, gulni pashmurda ko'rib ba ohu fig'on ketdi deb. Bir ota mar'at edi, yuragi sof va safo, ko'nglida mehr va vafo, lutfi firavon ketdi deb. Yo ilohiy jannatul firdavsga movo aylasin, o'rni bo'lsin jannat ichra bog' rizvon ketdi deb. Haydari qolganlariga istaram sabri jamil, choramiz yo'q, ne qilaylik, yuragim qon ketdi deb. Marhum injener Soy Mar'atni o'zlariga xos bir tariqa yo usul, uslub va xos bir seslari bo'lgan edi. O'sha shirinligi, xosligi o'shanga marbut va o'sha shaklda yaxshi ado etadilar. Boshqa hunarmandlar ham o'z davrlarida, albatta marhum Abdulaziz Sahar, Tojmuhammad Sarpuri yo bularga, bu buyuklarimizga o'xshagan Intizor Soy, bular ham ularning ham davralari bo'lgan. Vali bu kishi ulardan farqli shaklda ado qilganlar. Ko'p shunday orom, salis, shunday har bir lug'atni, har bir kalimani joy-joyiga ado qilganlar. Ya'ni hech past yo pesh yo oldin yo keyin bo'lmagan. Har bir hunarmandni o'zini bir xos shaxsiy bir hayoti bo'ladi va Afg'oniston sharoitida hunarmand hunari yo'lidan imror maishat qilib zindagini tamomi o'sha xossalarini barobarda yo takmil qila olmaydi. Uning uchun injener Soy bir xos loyiq injener bo'lganlar va o'z davrlarida yaxshi davlatiy postlarda ishlab hayotlarini surishga, olg'a ketishga boshqa bir yo'lni tanladilar. Va agarda oz qo'shiq o'qigan ham bo'lsalar, soz o'qiganlar. Va bu oz o'qish xalqni ko'nglidan o'z joylarini olgan. Hozirchalik ham har joyda injener Soy marhum olim Mar'atni qo'shiqlari yangi hunarmandlar tomonidan qaytadan o'qilib va qaytadan eshituvchilarga havola etiladi. U yüzden hunar va olim Mar'atni hunari o'lmagan, olim Mar'atni o'zi o'lgan, vali hunari o'lmagan. Ammo haqiqat shuki, ovozlar yo'qolmaydi, chin ohanglar unutilmaydi. Muhammad Olim Mar'atning ovozlari Turkistonning shamollarida, xalqning xotirasida, eski video tasmalarda va yuraklarda saqlanib qolgan. U ketdi, ammo uning nidosi qoladi. Ruhi shod, yodi esa
abadiy yashaydi. ikki ko'zing dur ikki jahon layli, ikki ko'zing dur ikki jahon layli, ikki qoshing dur ikki kamon layli, o'ldirasan mayli, kuydirasan mayli, layli oshiq zoringman, layli men beqaroringman, layli oshiq zoringman.